Ay, yeb o'tiring. Yo'q, men o'zi rosa kam ovqatliman. Hozir ishtaham yo'q. Choy ichasizmi? Zebo, kelin bo'lganingdan bir oshxonada o'tiribsan, bizda boshqa xonalar ham bor, chiqib tur. Qarang, pitsa bilan pastani bir-biriga aralashtirib yesa zo'r maza bo'larkan, ko'ringizmi? Ikkinchi, har kuni quyosh chiqmasdan oldin ko'cha qo'llar supuraman. Aytdimmi sizga quyosh chiqmasdan oldin supurib qo'yaman deb. Da, faqat shu soat 12:30 bo'ldi-da. Zato quyosh chiqmaganmi, bo'ldi-da. Mayli, mashinani olsam. Voy, nima qilganingiz bu? Yo'q, men tozalikni rosa yaxshi ko'raman deb betartib joyda yasha olmayman. Zebo, kalishini ikkinchi poyda uy ichida ozoda saqlar ekansan-a? Da, tim bo'ling, soat oldin gidroliy bo'lganman. O'zingiz nima ish qilasiz? Biza sovun ishlab chiqaramiz. Ko'rayotganingizdek assortiment vobshe ko'p. Faqat soffa deb yozilganini oling, chunki bizani ishlab chiqarish qonuniy. Hozir bizaniki o'xshatib ham ishlab chiqarib tashlashyapti. Bozorda ham bor, do'konlardan olib ishlatsangiz ham bo'ladi. Endi sizga mashlarni ilindim. Voy, menga rahmat. Bitta narsani aytib qo'yay, bizani uyga juda ko'p mehmon keladi-da. Voy, kakras, rosa yaxshi ko'raman mehmon kutishni. Zebo, mehmonlar qani? Yo'g'in chiqdi deb aldam mehmonlar hammasi haydab bordim. Oh, please, оплачу, если хочет чупа. Bolalikda nimalar bo'lgan? Onasi! Adam ichgandilar. Nega xursand bo'lish kerak? Chunki ichganidan keyin adalar. Ona qizim meni olagandan keyin ol bola. Oyoq qo'ymasalar pulli ham ishlatarding. Kamiga shishalarni sotib soqqa qilsa ham bo'lardi. Ko'chada eng tannoz qizi koptogi bo'lardi. Tarvuz oldingmi? Yo'q, bu koptok. Qo'ldan qon chiqquncha o'ynardik, esinglardami? Sen o'ynaysanmi? Men yosh bola emasman, men Tetris o'ynayman. Uyda nima ovqat bo'lsa ko'chaga olib chiqib o'rtoqlarimiz bilan yerdik. Garbuzga qoldirmabsanlar. Qo'shni qizlar yuringlar. Zebo, svet yondi. Agar multfilm vaqtiga svet yonib qolsa, ko'chada itam qolmasdi. 60 saniya tez bekinglar. 2 bilan 3 ni o'rtasiga 2,5 qo'shgan insofli bolalar biz edik. Yoshlikda Shiribomdan chiqqan tatuirovkalarimiz ham bor edi. Hammaning uyida shunaqa televizor bo'lardi. To'g'ri, 3 ta dona kanal ko'rsatardi, lekin baxt uchun shuni o'ziga yetarli edi. Yalla yashaylar. Tashakkur. Batareykalarni tishlardik. Yangi disk idish hidi shunaqa yoqardi. O'zimga va'da bergan edim. Katta bo'lsam cho'ga krem, sugushonka, kolbasalarni nonsiz yeyman. Piyalani shakarga to'ldirib shakar choy ichaman deb. Va'damni hali ham bajarmadim. Sizlarchi, bajardinglarmi? Opa singil o'sin bo'lsa nimalar bo'ladi? Begona usullar bir-biridan uyalib ishlarni kelishib, qilsa opa singil usullarda spir to'rt ko'z. Men ol, yaxshilab spirma. O'zing spir o'li bashara. Kechimas qo'yganman. Mani kimi bu? Voy, aytib o'tdingiz, bu meni kimi bu? Men yuvmayman, gelam o'zing yuv. Oyijonga plastik operatsiya qildirishdan oldingi basharangni ko'rsataymi? Keling, pizzani zo'r qilibsiz. Rahmat, oyijon. Bu dastlabkani zo'r qiladi, oyijon. Meni oshmasin, oyijon, oshmasin. Opa singil bu qo'kashimizni qara. To'g'ri aytasiz, opajon, kechiring meni. Xullas shu tarzda yashashni davom ettirasizlar. Bir-biringlarni aybinglarni bekitib. Oyijon, ana xondoqda kelingiz ovqatni kuydirib yubordi. Oyijon, amoliy bashara kelingiz yana olsunga ketadi. Shunaqa ham oyi bo'ladimi? Muncha chaqiraveradi. Opajon, men sizga 8-marka dezodorant oldim. Zora shirin hidli bo'lib yursangiz. Seni jonim, men senga Trichatdan maska bilan shampo olib keldim. Chochingni yog'ini ketkazishingga. Magazinlardan ham bemalol topsang bo'ladi. Yuvib yur bu boshni. Voy, o'zim bu chaqangina kelinimdan. Balki oyijonga o'qitib devagan yetarmiz. Balki kelamiz o'qitib devaganimiz yetarmiz, a? Balki yaxshi yashashda davom etamiz. Albatta. Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga sizga necha pul xarajat qilishlari kerak? $3000. Uzr, qo'ling ketib qoldi-ya, qarang. Unaqa katta summali etmaydi. Necha pul topishlari kerak? $2,500. Ay! Uzr, tasdigim ketib qoldi. Meni erim kelajakda salkam 15-20 million sarf qilish kerak. Sal osh ketmadimi shu? Endi sizlarniki tili kambag'al bilmadim, uni meniki boy. Jonim metroga 2 ta bilet oldim, ketdim. Hali pirashka ham yeymiz san bilan gummaga bordim. Kamida $10,000 topish kerak. Sening chetroqga o'taylik-da, yuring. Endi gapiring, necha topish kerak? 7,000. Oy, qizilmiya, hozir qish bilan solaman, necha topish kerak? 7,000. Bir oyda kosmetikaga qancha ishlatasiz?
708 dollar. Ana endi foydasi bo'lmagan. Uzr. To'yda oldi yigitim menga vertolyot sovg'a qilishdi. Nima qildi? Sizlarni samotsiyaga kelib past desa aytmanda emas. Men shunga arziyman. Voy, uzr. Bilmasdan ko'mib qo'yinman. Yolg'iz ayol degan tamg'a taqdirda bor. Goh pisand kelishmaydi bir so'zimni. Yolg'izlarga yaratganim o'zidir yor. Ayblashim xato bunda men o'zimni. Suyganiga Alloh sinov berar, biroq bir qanotda uchish parvoz olib kelmas. Ba'zan derdim, qayerdan ham keldi firoq. Yolg'iz farzand katta qilish oson emas. Kechalar yuragimni ezgan o'ylar. Otam qani desa bolam nima deyman? Bir boshimga ro'zg'or degan tashvish qiynar. Bildirmayin ich etimni o'zim yeyman. G'iybatchilar ig'vosiga bo'lganman zeb. Yori yo'qqa malomatlar kelar har dam. Yashagandim qaro ko'zim farzandim deb. Qancha tuhmat toshi menga kelganda ham. Sabr qilgan murodiga yetar albat. Yaratganga yetib bordi har o'tinchim. Farzandimning rohatini berdi qismat. Shukr deyman bu taqdirdan ko'p sevinchim. Vaqti keldi. Yechdim dilda har tugunni. Men ham baxtli ayoldirman, ko'ngillar shod. Bardosh bilan kutgan edim shu bugunni. Berganingga rozi bo'lgin, sen ham hayot.